Xudo xolasa mana bitta yilni tugatdik. Yangi yil ham kirib kelyapti. Inshaalloh mana shu yili uy joy qilaman, farzandlarim, ota-onamga yaxshi sharoitlar qilib beraman deb yaxshi niyatda yurgan do'stlarimiz mana shu video sizlar uchun. 3 sotuvda chiroyli bir loyiha qilishibdi o'zi ham. Agar siz ham 3 sotuvlik joyingiz bo'lsa, xuddi shunaqa qilib quring. Yashil maydonlari bor, yozgi oshxonalargacha qilingan yozgi oshxonada palovxon to'rani qilib, tapchallada mazza qilib oilaga o'tirsangiz bo'lar ekan. Avtomat ko'chiradigan darvozalari bor, mashinangizni bemalol olib kirib qo'yaverasiz o'rtoqlar. Yashil maydonlarni daraxtlar bilan to'ldirib qo'yasiz. Bu xonadonimiz kechqurun ham yop-yorug' bo'lib turinadi. Atrofda chiroqlari, ledlari, galogenlari qo'yilgan ekan. Hurmatli mijozlar, albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu xonadonimizning podvollari, planirovkalari va qilingan dizaynlari sizlarga yoqib qoladi. Video davomida narxini ham aytib o'tamiz. Qaranglar, binoga kirishimiz bilan bizni kattagina hol kutib oldi. Hol qanaqaga moslangan? Qaranglar, yumshoq mebellar bilan bu yoqqa chap tomonga qo'yib olasizlar. Ro'parasida televizorning zonalari, dekor panellari o'rnatilgan. Mazza qilib oila davrasida kino ko'rish uchun, serial ko'rish uchun sharoitlari bor. Sifatli qimmat eshiklar qo'yilgan, chap tomonimizda ajoyib bir oshxonalarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Panorama oynalar, ya'ni polgacha qilingan oynalardan bemalol hovlini kuzatib tursangiz bo'ladi. Ayniqsa ayollarimiz ovqat tayyorlab turgan paytlarda o'g'lingiz yiqilib tushmasin, boshqa bo'lmasin deb kuzatib turishga juda ham zo'r. Kattagina oyna. Qarindosh urug'lar keldi-ketdi, qudandalar kelib qolganda, kichkina xonangizda siqilib qolasiz, mana bunday katta bir mehmonxonangiz bo'lsa, stol-stollar bilan jihozlab olsangiz, xolasi 15 kishi kelsin, xolasi 20 kishi kelsin, bemalol joylanib ketaveradi. Xijolatchilik bo'lmaydi. Mana orqa hovliga qaragan oynalari bor, havo aylanishi, tabiiy yorug'lik bilan yoritilish uchun hamma sharoitlar yetarli. Dizaynlariga bo'lsa, birdan 5 gacha baho berib qo'yinglar. O'rtoqlar, qanaqa chiqibdi? Podvalga bu yoqdan zina qilib qo'yilgan, podvalga tushsangiz ham bo'ladi va otaxon, onaxon duogo'ylarimiz ham bu uyda unutilmagan. Mana shunday chiroyli bir yotoqxonani otaxon onaxonlarimizga bersak bo'lar ekan. Umumiy sanitariyalarimiz albatta birinchi qavatimiz uchun kerak. Undan tashqari hovlida ham hojatxonalari bor. Eng maza qilingan joyi, hovlisi juda ham zo'r, keng mo'l. Bu hovliga bemalol o'zingizga kerakli tapchan qo'yasiz. Osh, sho'rva qilgani, sharoit qo'ygani, shashlik qilgani sharoitlari juda ham zo'r. Ayniqsa kvartiradan zerikib, inshaalloh biz ham hovli olamiz deb yurganlarga bu xonadonimiz juda ham zo'r. Nimaga desiz, hovlisi bemalolgarchilik. Haqiqatda o'zingizni hovlida yashagandek his qilasiz. Katina xonasi mana shu podvalga joylashtirilgan. Podvaldagi bitta xonani ham bemalol o'zingizga moslab, xolasiz ofis qilib qo'ying, xolasiz namozxona qilib qo'ying, xolasiz game zona qilib qo'ying. O'zingizga kerakli ehtiyojingizga mos ravishda xona qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Menga ham shunaqa chiroyli xonadonlar nasib qilsin deganlar bitta like bosib qo'yinglar. Allohga oson. Inshaalloh tez orada shunaqangi chiroyli uylarda oilangiz bilan baxtli hayot kechirasiz. Kechqurunga chiqqanimizda ham qaranglar. Kichkinagina, qisqagina suhbat qurish uchun hol qilingan. Televizor qo'yasiz ham bo'ladi bu yo'lga. Ayniqsa farzandinglar kechqurun uxlamaydigan farzandinglar bo'lsa, bemalol bu yo'lda kino ko'rib o'tirsa ham bo'lar ekan. Albatta yumshoq mebellar, gilamlar qo'yib olganlardan keyin bu xonalarimiz juda ham ochilib ketadi. Mana bu birinchi xonamizni ko'rasizlar, katta oynalar, orqa hovlisiga qaragan, dizaynlari oxirgi bir zamonaviy stilda. Ikkinchisini bo'lsa, qiz bola farzandinglarga alohida bir xonalar, chiroyli bir shiringina xonalar qilib bersanglar bo'lar ekan. Umumiy sanuzellari bor, bu yerda vannalarigacha o'rnatib qo'yilgan. Hech qanaqa qurilish materiallari bozoriga borishinglar shart emas. Hamma narsasi tayyor. Bu tomonda bo'lsa, uyimizning eng zo'r xonalaridan biri hisoblanadi. Ota-onalar yotoqxonasi. Qaranglar. Ajoyib bir dizayn, o'zini garderoblari bor, sanuzellari qilingan va bu yerda bitta savolli joyi bor. Mana bu kiruvchi garderob qilgan taqdirlarda ichkarisini sanuzel qilasiz, to'g'rimi? Lekin bundan tashqari ham bitta xonamiz bor. Bu xonamiz nimaga qilingan deb o'ylaysizlar? Meni fikrimcha bitta kabinet uchun mo'ljallangan. Ayniqsa uyda ishlaydigan do'stlarimizga mazza qilib bu yerda o'zlariga kabinet qilib olsalar bo'lar ekan. Videoni yaxshi niyatda tomosha qilgan, shu joygacha ko'rgan do'stlarimiz baraka topinglar. Inshaalloh siz ham mana shunaqa chiroyli uy egasi bo'linglar. Albatta videoni yaqinlarga yorib qo'yinglar. Uyimizda 300 mingga so'rashyapti. Yana o'tib beradigan joylari bor. Toshkent shahar Yunusobod tumani. Narxini yana
kelishtirib berishadi. Bemalol telefon quringlar, Bibozor TVda qolinglar va bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali zo'rlari oldinda.